Ömeviyler bürkütü Abdurrahman Daxil. Abdori Şeyx Ali Tantavi. Sizlar zo'r tavakkülchilik qissalarini o'qib baqdinglarmi? Yoki shundoq kinolarni ko'rib baqdinglarmi? Bir adib xiyoliy to'qib chiqqan eng g'aroyib bir qissani tasavvur qilib baqinglar. Xiyoliy qissalarning eng hayron qolarligimi men sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan bu real tarixiy qissaning haqiqatiga yetolmaydi. Hayatliq eng ig'ir musibatlari bilan sinab, nervisi bejirim odamlarni saranliqqa yoki o'zini o'ldirib olishga undaydigan nuqtaga tushirib qo'ygan. Oxirgi mag'lubiyat nuqtasidan futuq va nijotlik cho'qisiga birli chakirgan bir erkakning qissasi. Damashq bir qorong'u davrda edi. Damashqqa havoyi havaslarning quli bo'lgan yaramas hukmdorlar hukmronlik qilyotdi. Ular mardlik va fatihlardan qo'rqoq, gunoh va buzuqchiliklarga kelganda jasoratlik. Kishilarga zulm qilish bilan shaytonga qo'lchilik qilishni jamlagan, o'yin tomosha yig'ilishlari va so'z so'rovlardan boshqa g'amlar bo'lmagan, o'zlarini tashviq qilish uchun pul mollarni shoirlarga, huzurlanish uchun naqshchilarga, xotinlarga va sharoblarga buzib chachadigan, o'zlari aysh ishratga berilib uxlagan, dushmanlari bo'lsa tunlarini bedor o'tkazgan, o'zlari mansabparastlik va kayf safo bilan mast bo'lgan, kundashlari bo'lsa sagak turgan, o'zlari lazzat ko'rpillarida yotgan, raqiblari bo'lsa kurash kuni uchun tayyorlanayotgan edi. Ana shular bo'lsa Umaviylarning oxirgi davrlaridagi Umaviylarning ba'zi valilaridir. Umaviylarning navralari ajdodlarining izlarini unutib, jihad kiyimini silib tashlayotgan, fatih bayrog'ini tushirib, o'yin tomosha va farog'atga bo'y aytgan, davlatning ufuqidan shu nurliq yulduzlar yoshirinib, davlatning tizimligidan shu buyuk ismlar g'oyib bo'lib, ular ichida na Muaviya, na Abdulmalik, na Valid, na Umar ibn Abdul Azizning o'xshashlari qolmagan. Valilar ichida bo'lsa Ziyad va Hajjajning o'xshashlari, qo'mondonlar ichida bo'lsa Qutayba va Ibn Qosim, Muhallab va Tariqning o'xshashlari qolmagan. Xalifalik taxtida zaif va kichik xalifalar o'ltirgan edi. Umaviylar zulm qilgan va buzilgan edi. Zulm va buzuqlik qo'shkezak bo'lib, hukmdor adil bo'lganida qudratlik va kuchlik bo'lgan, fuqarolarga zalim bo'lganida ojiz va yaramas bo'lgan. Umaviylar qilgan zulmlarining oqibatini tatidi. Yoshirincha o'tinlar tayyorlangan, portlatgich dori hozirlangan edi. Tunji uchqun chiqsala o't alatdi. Uchqun zaminning chetidan, Xorasondan chiqdi. O't yandi, Uyg'oq vali Nasr ibn Sayyarning ogohlantirishlari koriga kelmadi. Umaviylar avvalgi ajdodlari Muaviya va Abdulmalikning izini asliga keltiradigan bir odam izladi va uni topdi. U oxirgi xalifa Marvan edi. Marvan ismiga o'xshashli qattiq qo'ramtash edi. Haqiqiy erkak edi. Lekin afsus, dunyo vafosiz orqasini qilib ketaveradi. Shunda qilib o't yandi va atrofga so'zilib, butun joylarga tutashdi. Umaviylar manguga yo'qoldi. Arablar nobud bo'ldi. Ularni nobud qilgani bo'linish va jahiliyat tarafbozligi edi. Mana bu arablarning mangulik musibatidir. Agar arablar birlashgan bo'lsa edi, agar bir saf bo'lgan bo'lsa edi, tunugun na Mu'tasimning turk qullari, na har xil millatdan bo'lgan qullarning qullari ularga hukmron bo'la olmas edi. Bugun insonlarning istlari, insoniyatning mikroblari bo'lmish yahudiylar ularga g'olib kela olmas edi. Falastinni bosa olmas edi. Islom davlatiga Abbasiylar ismi bilan farislar hukmron bo'ldi. Saroylar Umaviylardan xoli qoldi. Umaviylar bilan qabrlar to'ldi. Allohning zikridan yuz o'rgan Umaviylar qora tuproq ostiga kirib ketdi. Yangi davlat Umayya o'g'illarini iz qo'g'lab o'ldirdi, ko'ydirdi va halok qildi. Ularning orasidan faqat bir yosh qutulib qoladi. U bo'lsa-mu, men sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan qahramon Abdurrahman ibn Muaviya ibn Hishamdir. Uning 8 yoshli kichik ukasi va uning xizmatchisi Badrmi uning bilan birga qutulib qolgan edi. Bular yer yuzining 3dan 1ga hukmronlik qilib, islomning nimaligini bilmaydigan joylarga islom bayrog'ini ko'tarib apargan oilaning qoldiqidir. Faris chegaralarining oxiridan Misr chegaralarining oxirigacha cho'zilgan islomni bu oila bu yerdan Hindistonga va Chin chegaralarigacha, u yerdan Fransiyaning o'ttirg'icha yetkazgan edi. U oilaning qo'shinlari Konstantinopolning sepillarigacha va Habashiston tog'larigacha yetib borgan edi. Mana bu üçü Abdushamis jamoatidan chiqqan ulug' mardonlarning eng oxirgilaridir. Agar bular yo'qolsa, zaminda Abdushamisning hech bir izi qolmaydi. Davlat, qo'shin va xalqdan iborat butun dunyo ularga qarshi edi. Kishilar Umaviylarning oxirgi xalifalarining dardini jiq tortqachqa Umaviylarga dushman edi.
Barcha dunyo Umaviylarga yopirilib keldi. Umaviylarning fatihlarini unutdi. Balki Umaviylar o'zlari zulm targ'achqa halokat ularning hosili bo'ldi. Keyingilari zulm qilgan bo'lsa-mu, ilgirkilarining yaxshiligini kishilar unutdi. Kishilar hamma ishni kechira olsa-mu, hukmdorning xalqni och qo'yish badaliga qursaqlik qilganligini, xalqning dard-alamlari badaliga huzur surganligini, bir naqshchi xotinning yoki bir shoirning haqqini berish uchun xalqni mahrum qo'yganligini kechirmaydi. Kishilar hammasi o'rnidan turdi. Nega qochdi? Nima qildi? Nega bordi? Halbuki barliq yurtlar Abbasiylardan bo'lgan Abul Abbas Abdullah Saffaqqa bo'y ekkan tursa, nega yushirinadi? Halbuki kishilarning hammasi tunib qolsa deb qo'ydigan tursa, uning yanida Chakir Badrdan boshqa yordamchisi yo'q edi. Ochisining o'g'liga tekkan bir marvoyatdan boshqa pul mali yo'q edi. Navoda u marvoyatni setish uchun chiqarsa, ular uni tunib qilib o'ldirib etadi. Umid uzilgan bir holat edi. Lekin Abdurrahman noumid bo'lmadi. Abdurrahmanning po'latdan yasalgan paylari, g'oyibdan qaraydiganda ko'zi, aqllar o'ylab yetolmaydigan kallasi bor edi. U ko'zini shahar yurtlariga tikdi. Hammasining o'ziga etik ekanligini bayqadi. U shahar yurtlarini kallasiga keltirib, hammasini o'ylab chiqdi va Andalusdan boshqani topolmadi. Lekin u o'zi Iroqda edi. Iroqdan qancha yiroqsan ey Andalus? U umidsizlanmadi. Andalusga qarab mandi. Halbuki Andalus oldida cho'llar, tog'lar, xatarlar bor edi. Andalus oldida cho'ng okeanlar bor edi. Furat daryosi uning oldin to'sib edi, o'zini etib Furatda uzdi. Fuksimi uning bilan birga edi. Kichik fuksi holidan ketgan edi. Ular fuksiga amallik berdiganligini aytib to'lib edi, oldinib ularning oldiga bordi. Akisining nasihatiga quloq solmadi. Natijada ular uning ko'z oldida fuksini bo'g'izladi. U qarab qoldi. Uning yanida faqat Chakir Badr qoldi. U davomli yurdi. Kechasi mengib, kunduzi yushirindi. Yezimi-yeza bulung puchqoqlarda mangdi. Yo'l tugamaydi. Qaysi yo'l demsiz? Andalusning yo'li. Ey xaloyiq. Damashqdan Beyrutga oziq-to'liksiz, ulag'siz mengishni tasavvur qilib baqinglar. Tasavvur qila oladinglarmi? Abdurrahmanning Iroq taraflaridan Shamga, Shamdan Misrga, Misrdan Tripolga, Tripoldan Tunisga, Tunisdan Aljeriyaga, Aljeriyadan Marokashning Iroq tarafiga mengishni, ondan dengizdan o'tishini qanday tasavvur qilasizlar? Halbuki u Chakirdan boshqa odami yo'q, yolg'iz, yo'qsiz va ojiz qochqon edi. Kashki uning yo'lda ko'rgan uchirganlari haqida menda bir tazkira bo'lsa, ha? Shundoq bo'lib qolsa edi, cho'qim tavakkulchilik qissalari babida ajoyibotlarning ajoyiboti bo'lar edi. Lekin afsus, u xotirlanmagan. U Andalusga yetib keldi. Andalus davlatdan yiroqda edi. Yuz bergan voqealar, partilgan inqiloblarni taxib bilmagan edi. Arablarning bu yerdan ispanlar orqali, bu yerdan barbarlar orqali, Iroqdan Abbasiylarning yordamchilaridan iborat farislar orqali tahdidga uchrayotganligi arablarning parvoyiga kirib chiqmagan edi. Ular o'zlarining ixtiloflashish, tarafbozlik xarakteri bilan bo'lib, u ishlarga kori bo'lmagan edi. Butun tariximizni buzgan, texcha ichimizda davomlashayotgan bu ixtilofning ta'sirlari Livanda bir asr burungi ayindara qirg'inchiligiga qadar davomlashdi. Bu qachoq kuyayotgan o'tqa o'zini etib, dunyodagi eng qaltis bir siyosiyon kabi siyosiyon bo'lishqa, o'zini kishilarga tengib, ularni o'ziga bo'ysundirishga qodir bo'ldi. Kishilar ana shundoq talantga, nutqqa bo'y egdi. U jang kechib, urushlarni idora qilib, tarixdagi eng qaltis qo'mondan kabi qo'mondan bo'lishga qodir bo'ldi. Oxiri Andalusning xo'jasiga aylandi. Abdurrahman Daxilning sezgirashdi butun ummat tarixidagi eng qaltis sezgirashdir. Bu qaltislik uning xuddi quyosh qorni tog'dan eritib tashlagandek qiyinchiliklarni eritib tashlagan umidi uchun, sharqni g'arbga qo'shgan himmati uchun, yo'qlikdan zo'r barliq yasab chiqargan talanti uchundir. Umaviylarning patqoqqa milangan, qonga cho'milgan mirosini qo'lga olib, uni yulduzdimi yuksak, kun nuridimi parlaq qilgan qochoq bir erkak, 2,5 asr yashagan bir davlat qurgan. O'z pushtidan Abdurrahman Nasir va hakamdek qahramonlarni chiqargan. Yevropa va Rim podshohlarini davlatining bo'sog'isiga bosh qo'ydirgan bir erkak. Ey islom yoshlari, tarixinglarda qahramonlik va insoniy yuksaklikning eng qaltis misollari bor. Tarixni o'qibli bo'ldi qilmanglar, balki o'z harakatinglar bilan tarix yozinglar. Men sizlarga bugun Abdurrahman Daxilning qissasini so'zlab bermadim,
balki tarixini sizlarning o'qishinglar uchun sizlarga eslatib qo'ydim. Tarjimada Muhammad Qovul Qaraxoni.